Cobalt mashinasi zo'r mashina, lekin uni ovozi sizni qoniqtirmayaptimi? Chunki unda mana bunaqa kolonkalar turadi. Hozir Cobaltga ovozi, mikrofoni ideal zo'r bo'lish uchun sizga bitta komplekt ko'rsatib beramiz. Mikrofonni biz 725 modelni tanladik, bitta ko'rasizlar. Bu modelni oshiqcha maqtash hojat yo'q. Kolonkaga keladigan bo'lsa, biz Pioneer kolonkani tanladik. Z modeli, bitta ko'rasizlar. D modeldan juda farq qiladi. O'zini alohida crossover pishalkalari bo'ladi. Bu kolonkamiz oldi eshuvga, orqa eshuvga bo'lsa, xuddi shu kolonkani D modelini tanladik. Bu ham 16 razmer bo'ladi. Bu kolonkalarning ovozini yanada kuchaytirish uchun biz Pioneer 6704 to'rtta kanalli usilitldan foydalanamiz. Mana shu narsalarning hammasini komplektni zo'r ishlashi uchun Pantera simlaridan foydalanamiz. Bitta ko'rasizlar. Shu komplektni Cobaltga qo'ysanglar, ishoninglar, ovozini prosta takka titrataveradi. Sizlarga ham shunaqa original narsa kerak bo'lsa, pastki raqamlarga